Vanyuan, qulluq bo'lsin. Bu meni senga sovg'am. Video karta? Jisa, katta rahmat. Senga yoqishini bilardim. Kelinglar, ovqatlanishda davom etamiz. Shoshmanglar. Vanyuang, Jisa senga shunchalar qimmat sovg'a berdi. Nahotki sen rostdan ham hech narsa tayyorlamagan bo'lsang? Albatta tayyorlaganman. Mana, bu mening Jisaga sovg'am. Bu yondirgich. Ha? Vanyuan, bu yondirgichning gazi tugaganmi deyman. Nega yonmayapti? Qaranglar, Vanyuanning bu yondirgichi xuddi haqiqiyga o'xshaydi-ya. Qaysi bozordan olding? Bu yondirgich emas. Jisa. Bu men senga sovg'a qilgan mashina. Vanyuang, bu qanday markadagi mashina ekanligini bilasanmi o'zi? Bilmayman. Bu McLaren. Dizayniga qaraganda kolleksion yoki cheklangan model. Narxi 10 milliondan oshadi. Xo'sh, nima bo'pti? Xo'sh, nima bo'pti? Hatto eng maqtanchoq odam ham bu kalit bilan ko'zbo'yamachilik qiladigan darajada ahmoq bo'lmasa kerak, chunki butun shaharda bunday mashina deyarli yo'q. Xo'sh, nima qilibdi? Vanyuang, balki rol o'ynashni bas qilarsan. Ahvoling juda achinarli ko'rinayotganini sezmayapsanmi? Bo'ldi, qilinglar endi. Buni model deb hisoblay qolamiz. Menimcha juda chiroyli. Vanyuan, rahmat. Menga juda ham yoqdi. Arzimaydi, Jessa. Shunchaki bu eski sinfdoshlar meni uncha xushlamayotganga o'xshaydi. Sovg'ani berdim, endi esa ishlarim bor. Men ketdim. Yaxshi qolinglar. Vanyuan, Jisa, uni fosh qildik, uyalib ketdi. Ortidan quvishning nima keragi bor? Joe, bu rostdan ham soxta ekanmi? Ayni muddao kirish joyida McLaren turibdi. Agar u mashinaga bir marta qarasang, buning iloji yo'qligini tushunasan. Ketdik, ko'ramiz. Qo'yil, gap yo'q. Qaranglar, o'sha mashina. Bu o'sha 10 millionlik afsonaviy mashina shumi? Haddan tashqari so'rku. Xo'sh, rostdan ham ochib ko'rmoqchimisan uni? Bu 10 millionlik afsonaviy mashina. Vanyuan 100 yil ishlasa ham shuncha pul topa olmaydi. Ketdik, qaytib kiramiz. To'xta. Sen Hayfan, Lu oilasi turgan rahbari. joydan qimirlama. Sen isming Vanyuanmi? Ha, menman. Salom, kichik janob Van. Tezroq salomlashinglar. Salomlashinglar. Salom, kichik janob Van. Kichik janob Van, gap bunday. Mening ismim Lu Hayfen. Men bu tijorat ko'chasining menejeriman. Bugun shartnomani uzaytirish uchun imzo qo'yish kerak edi. Opangiz menga siz bilan imzolashim mumkinligini aytdi. Bu tijorat ko'chasi ham opamga tegishlimi? Albatta, shu jumladan mana shu Ziyun mehmonxonasi ham, u ham opangizga tegishli. Alo? Vanyuan, Lu Hayfanni uchratdingmi? Men bandman. Tijorat ko'chasi mayda biznesi uchun o'zim borib yurmayman. Unga aytib qo'yganman. Imzolasang ham farqi yo'q. Xo'p, mayli. Qayerga qo'l qo'yish kerak? Shartnoma printerdan chiqyapti. Biroz kutib turing. Hozir olib kelaman. To'xtang, mashinam eshik oldida turibdi. Men kirish qismida kutaman. Muammo yo'q.
Vanyuan, qaytib keldingmi? Vanyuan, juda pastkash bola ekansan. Video kartani olib ketish uchun ataylab qaytib kelding-a? Atayin emas. Kartani oldim chunki shu yerning o'zida bitiradigan ishim bor edi. Ish, kartani olsang olaver. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Hammasi shu 2000 yuanlik narsa uchun-ku. Bu Jessiyaning menga sovg'asi. Narxi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, albatta men uni qadrlayman. Karta uchun kelganingni bilardim. Ber menga. Qochi. Jisiyaga soxta kalit sovg'a qilib, bunaqa qimmat tug'ilgan kun sovg'asini olishga vijdoning qiynalmaydimi? Kalit soxta deb kim aytdi? Mashina hozir kirish qismida turibdi. Ishonmasangiz borib ko'rishingiz mumkin. Shoshma. Vanyuan, eshik oldidagi o'sha afsonaviy mashina meniki demoqchimisan? Ha? Vanyuan, juda berilib ketding-ku. Hozirgina eshik oldidan qaytdik. Jisiya umidini uzmay kalitni bosib ham ko'rdi, lekin baribir mashina chiq etib ham qo'ymadi. Of. Haftadan masofa uzoqlik qilgandir-a, shundaymi? Voy, unday gapirma. Bugun senga nima bo'ldi? Ular bilan bu haqida tortishing shart emas. Lekin u mashina rostdan ham mening senga sovg'am. 10 millionlik mashina mengami? Ha? Yo'q-e. Hali ham ishonmayapsanmi? Agar rost bo'lsa-chi? Rost? Rost bo'lsa, unda men senga Mayli. Xo'sh, mashinamga sinfdoshlarim shunchalar qiziqayotgan ekan, unda yuringlar, hammamiz eshik oldiga borib ko'ramiz. Qachongacha o'zingni bunaqa tutishingni bir ko'raychi? Jessiya, yana bir marta bosib ko'r. men Go'zallin, bosaver. Kimdir sharmanda bo'lishni xohlayotgan ekan, biz albatta uning bu istagini amalga oshirishimiz kerak. Jisiya, bosaver. Agar mashina egasi kelib, mashinasini bir to'da bo'lib o'rab olganimizni ko'rsa yaxshi bo'lmaydi. Qani? lekin Bos, Jisiya. Tezroq bos. 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 Qani bos. 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 Bosa qol. Vanyuan, bu mashina rostdan ham menga sovg'angmi? Albatta. Mayli, e'tiboringni qadrlayman. Kelajakda albatta shunaqasidan olib berishingga ishonaman. Lekin buguncha bosmay qo'ya qolay. Jisiya. Jao, bugun meni tug'ilgan kunim-ku. Yaxshisi ichkariga kiraylik. Mayli. Buguncha uni tinch qo'ya qolaylik. Nima? Bu qanday ovoz? Qanaqasiga? Chiroqlari yondi. Vanyuan, bu axir Aytdim-ku, bu mening senga sovg'am deb. O'tirib haydab ko'rasanmi? Nima deysan? Bora qol. Bo'lishi mumkin emas. Bu takasaltang Vanyuan rostdan ham 10 milliondan qimmatroq mashina sovg'a qildimi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, aytgancha, menda mashina egasini raqami bor. Vanyuan, hozir seni fosh qilaman. Qo'ng'iroq qil. Sen Jao xonim, keyingi safar mashina bilan suratga tushmoqchi bo'lsangiz, iltimos o'zingizni sal bosib oling. Menga yengiltak qizlar aslo yoqmaydi. Sen bu rostdan ham senikimi? Aniqroq aytadigan bo'lsak, mashina endi Jessiyaga tegishli. Mana. Bo'lishi mumkin emas. Senda buncha pul qayerdan bo'lsin? Mayli. Aslida men boy oilaning merosxo'riman.
Shunchaki oldin oilamiz meni kambag'al qilib tarbiyalagan. Boy oilaning merosxo'ri kambag'al qilib tarbiyalangan. Sen ko'p kino ko'rib yuboribsan shekilli. Bu yerda bir gap borligi aniq. Men o'zimni bosib olishim kerak. Birinchi navbatda mashina Vanyuanga tegishli ekanligini istisno qilamiz. Unda oramizda bunday mashinaga kim egalik qila oladi? Sen to'g'ri javobni birinchi bo'lib istisno qildingmi? Tijorat ko'chasining menejeri Lu Hayfen. Vanyuang, sen hozirgina Lu Hayfenni uchrating-a? To'g'ri. Hammasi tushunarli. Bu mashina aslida Lu Hayfenniki. Sen shunchaki uning haydovchisisan. Yo'q. Sen hatto uning haydovchisi bo'lishga ham arzimaysan. Demak, yagona javob sen uning kaliti bilan mashinasini o'g'irlagansan. To'g'ri. He xudoyim ey. Bunaqa ssenariyni o'ylab topish uchun miya qanchalar aynigan bo'lish kerak-a? Jisya, tezroq tush. Nima bo'ldi? Vanyuang katta baloga yo'liqdi. Bu mashina aslida tijorat ko'chasi menejeri Lu Hayfenniki ekan. Agar mashinasiga tekkanimizni bilib qolsa, holimizga voy. Qo'ysang-chi. Aytgancha, yodimdan chiqibdi. Bu Ziyun mehmonxonasi bilan shu tijorat ko'chasi ham menga tegishli. Lu Hayfen shunchaki boshqaruvda yordamlashadi. Vanyuang, og'zingni yum. O'lging kelsa bizni aralashtirma. Jisya, tezroq ketdik. Men Lu Hayfen haqida afsonalarni eshitganman. Uning usullari juda dahshatli. Agar hozir ketmasa, kech bo'ladi. Ketdik. Shoshmanglar. Buncha shoshib qayoqqa ketyapsizlar? Ha? Buncha shoshib qayoqqa ketyapsizlar, ha? Janob Lu, siz rostdan ham keldingiz-a? Nima? Kelishim mumkin emasmi? Yo'q, albatta yo'q. Butun boshli Ziyun mehmonxonasi bilan butun tijorat ko'chasi sizga tegishli. Albatta kelishingiz mumkin. Haddingdan oshma. Kim aytdi Ziyun mehmonxonasi bilan tijorat ko'chasi meniki deb? Bularning barchasi ortingizda turgan mana shu insonga tegishli. Tamom bo'ldik. Janob Lu hozirgina Vanyuangni aytgan bema'ni gaplarni eshitgan bo'lsa kerak. Hozir ta'sirimizni beradi. Janob Lu, siz Vanyuangni qidirib keldingiz, shundaymi? To'g'ri. Undan boshqa yana kimni qidirishim mumkin? Xayriyat. Biz uni tanimaymiz. Ha? Umuman tanimaymiz. Janob Lu, bizni ishlarimiz bor, keta qolaylik. Ketdik. Yurib qolinglar. Janob Lu, savollaringiz bo'lsa, mendan so'rayvering. Vanyuanni bunga aloqasi yo'q. Sendan? Ha, Jisya, u seni oldinga borishi mumkin emas. Vanyuan, sen birinchi ketaver. Men Lin oilasidanman. Menga tegishga jur'at eta olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, Jisya. Sen avval Sinjao bilan boshqalarning oldiga bor. Men tezda yetib olaman. Ishon. Mayli. Biror gap bo'lsa, menga qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Xo'p. Kichik janob Van, shartnoma chiqarib bo'lindi. Siz faqat shu yerga imzo qo'ysangiz kifoya. Yaxshi o'ynading. Baribir kimligimga hech kim ishonmayapti. Hozircha ularga aytmay tur. Kelishdikmi?
Bo'ldi. Shartnomani olib qo'y. Boshqa ish bo'lmasa, ketishim mumkin. Xo'p. Aytgancha kichik janob Van, agar tijorat ko'chasida biror muammoga duch kelsangiz, to'g'ridan-to'g'ri menga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Jessiya, sen Jao bilan boshqalarning oldiga borishingni aytgandim-ku. Sendan xavotir oldim. Nima, janob Lu seni xafa qildimi? Ha, yo'q. Janob Lu juda yaxshi odam. Ishonmayman. Vanyuan, bu o'zi nimalar bo'lyapti? Mayli, ochig'ini aytaman. Aslida men dunyoning eng boy odamining o'g'liman. Bu dunyoda pulga sotib olish mumkin bo'lgan biror narsa yo'qki, mening qurbim yetmasa. Ishonmayman. Ana ko'rdingmi? Aytdim, sen esa ishonmayapsan. Hayya. Esimda yaqinda kimdir agarda bu mashina rostdan ham unga sovg'a qilingan bo'lsa, menga nimadir berishini aytgandi. Xo'sh, uni hozir berasanmi yoki boshqa kunimi? Men bersam beraveraman. Hozirroq beraman. Ola qol. Nima, sen menga shuni bermoqchimiding? O'zing nima berishini kutayotganding? Men Tushunarli. Vanyuan, sen Jao bilan boshqalar karaokega ketishdi. Biz ham boramizmi? mayli. Bugun tug'ilgan kuning. Sen bilan ko'proq vaqt o'tkazaman. Shu bahonada Lu Hayfen tijorat ko'chasini qanday boshqarayotganini ham ko'raman. Karaoke. Qani, sinfdosh? Jessiya? Uni nega boshlab kelding? Janob Lu uni o'ldirib qo'ymadimi? Hammasi joyida, Jao. Janob Lu juda yaxshi inson, xavotir olma. Vanyuan, jonga tegib ketding-ku. Shu yergacha sidiralib kelding. Xuanjin. Meni g'ashimga tegish uchun ularni ataylab shu yerga chaqirdingmi? To'g'risini ayt. Qo'ysang-chi. Bu karaoke klubi Lu oilasiga tegishli. Janob Lu shu yerda dam olayotgani mantiqqa to'g'ri kelmaydimi? Aksincha, sening bu yerda paydo bo'lishing uncha o'rinli emas-ku. Vanyuan meni do'stim. Uni ham bu yerga kelishi juda o'rinli. Bo'ldi. Bugun Lin xonimning tug'ilgan kuni. Yoqimsiz narsalar haqida gaplashmaylik. Kel, Lin xonim. Sen uchun ichaman. Men sen bilan ichmayman. Jessiya, unday dema. Kichik janob Luning martabasi juda yuqori. U Lu Hayfenni tug'ishgan ukasi bo'ladi. Nima? U Lu Hayfenni ukasimi? Kichik janob Lu mehmonxonada bo'lgan voqeadan allaqachon xabardor. U akasidan biz uchun shafqat so'rashga va'da berdi. Faqat Vanyuanni o'zi javob berarmish. Mashinaga qayerdan puling borligi endi ma'lum bo'ldi. Demak, meni akamga ishlarkansan-da. Agar akam uning puli va mashinasini olib ko'zbo'yamachilik qilayotganingni bilsa bormi? O'zingni qanday o'lganingni ham bilmay qolasan. Demak, Vanyuan Lu Hayfenga ishlar ekanda. Lu Hayfen unga tegmagani bejizga emas. Menga ham juda qiziq. Agarda akang men bilan bunday ohangda gaplashayotganingni bilsa, sen qanday o'larkinsan? Nima deding?
Aka nega men Vang, o'zingni bunaqa tutishni bas qilasanmi yo'qmi? Qilayotgan ishlaringdan men uyalib ketyapman. Nima? Ilgari garchi kambag'al bo'lsang ham har holda rostgo'y va kamtar eding. Xo'sh, endi-chi? Hozirgi ahvolingga bir qara. Kimga o'xshab qolding? Og'zingga kelganini valdirashdan boshqa nima qo'lingdan kelyapti? Nima? O'zingni juda zo'rman deb o'ylayapsanmi? Shunaqa bo'lib ketganmisan? Yetar. Vang, meni do'stim. Unga bunaqa tuhmat qilmanglar. Mayli. Kelishgandik-ku. Bu masalani yopdik deb-a? Nega yana boshladinglar? Lin xonim, bugun tug'ilgan kuningiz. Uzr, bilib bilmay kayfiyatingizni buzib qo'ydim. Keling, Lin xonim, uzr so'rash ma'nosida siz uchun ichaman. To'xta. Jusiya, Ha? ichma. Xo'p. Vang. Men Lin xonim uchun qadah ko'taryapman. Senga nima bor o'rtaga suqilib, ha? Luye, yoningdagi satanglaringga nima qilsang qil menga baribir. Ammo mening tanishimga ko'z olaytirishga jur'at eta ko'rma. Aks holda qanday o'lim topishingni ko'rasan. Nima deding? Van Yuan, janob Lu bilan qanday gaplashyapsan? Ahmoq! Kim senga bu yerda to'polon qilishga ruxsat berdi? Kechirasiz, janob Lu. Bu chap berishni kutmagandim. Kim imperialda to'polon ko'tarishga jur'at etdi? Huan. Aka nega meni uryapsiz? Senga kim imperialda to'polon ko'tarishga jur'at etdi? Kichik janob Lu, nima? Mening joyimni yakson qilmoqchimisiz, ha? Shunaka jonim. Shunchaki anglashilmovchilik. Qo'l ostimdagilar vaziyatni tushunmadi. Iltimos, akamga aytmang, ha? Syunaka, hozirgina qizishib ketdim. Keling, siz uchun ichaman. Men esa battar qizishib ketdim. Qayerda turganingni bilasanmi o'zi? Janob Lu hozirgina butun tijorat ko'chasiga buyruq berdi. Bugun tundan boshlab xavfsizlik va tartib qattiq nazorat qilinadi. Sen esa mening joyimda janjal ko'tarishga jur'at etdingmi? Kechirasiz. Kechirasiz, Syunaka. Janob Lu, men uchun bir og'iz gapirib qo'ying. Meni ismimni tilga olma. Shunaka, bu ishni iltimos akamga yetkazmang. Keling, bunday qilamiz. Men uchun 500 ming yigitlarga tarqatib yuborasiz, ko'ngillarini yozishadi. $500 ming. O'ylab ko'raman. Aha, o'ylab ko'ring, iltimos. Yaxshi boring.
Shunaka. 500 ming. Hammasi seni deb, tushundingmi? Aytib qo'yay. Bu 500 mingni o'zlaring topasanlar. Janob Lu, Men Shunaka bilan bir gaplashib ko'ray. 500 ming? Dahshat. Shuncha pula? Endi nima qilamiz? menda faqat 3 ming bor. Hali Huaboydan ham 3 ming qarzim bor. Vanyuan, hammasiga sen aybdorsan. Agar sen bo'lmaganingda, Huanjan seni urarmidi? Bu muammolarning hammasi senda boshlandi. Bu pulni sen to'lashing kerak. To'g'ri. Mencha ham Van Yuan to'plash kerak. Ha, nima bo'ldi? Hammangiz obro'li odamlar edingiz-ku. Nahotki 500 mingni yig'a olmasangiz? Hop, mayli. Men tashqariga chiqib qo'ng'iroq qilib kelaman. Hey! Latta chaynar, shunaqa ham qo'rqoq bo'ladimi? Qanaqasiga shunchaki qochib ketishi mumkin? Allo. Lu Hayfen. Men imperialda kichikroq muammoga duch keldim. Kelib hal qilib yubor. Ha, yana bir gap. Bu Luye deganini qaytib ko'zimga ko'rinmasin va oldimda kerilmasin, xo'p? Tezroq bo'l. Ha. Tushundim. Ukamga biror nima bo'ldimi? Bir farosatsiz boyvachcha kichik janob Vanni xafa qilib qo'ydi. Kichik janob Van uni boshqa ko'rishni istamasligini aytdi. Darhol kompaniyasi bankrot qilinsin. Qandaydir muammo bormi? Bu boyvachcha mening tug'ishgan ukam. Shunday-de. Shunday ahmoqni o'stirgan ekansizlar. Demak, Lu oilasining ham aybi bor. Ertaga Lu oilasi biznesini qabul qilib olish uchun odam yuboraman. Endi esa yo'qol. Xo'p bo'ladi. Karaoke. Jisya, endi nima qilamiz? Bilmadim. Vanyuan yo'lini topaman degandi-ku. Shunaqa safsataga ishondingmi? U bola allaqachon juftligini rostlab qoldi. Ja, unday dema. Nima bo'lganda ham biz maktabdan beri juda ham qalin do'stmiz. Aynan shuning uchun ham u qanaqa bolaligini sen bilan men juda yaxshi bilamiz. Lin xonim, ming bor uzr. Hozirgina anglashilmovchilik bo'ldi. Mana, sizga mevalar va ichimliklar keltirishdi. Janob Lu, hozir o'zlari shaxsan keladi. Bu Shun akaga nima bo'ldi? Xuddi boshqa odamga aylanib qolgandek. Kechirasiz. Uy, Hech qisi yo'q. Boravering. Boring. O'tiringlar qani? Nega tik turibsiz? O'tiringlar. Tik turmanglar. Janob Lu, bu aniq sizni ishingiz. Hozirgina o'sha barzangi nafaqat ichimlik olib keldi, balki shaxsan kechirim ham so'radi. Ha, endi men Lu oilasining ikkinchi o'g'liman. Tabiiyki menga hurmat ko'rsatish kerak. Janob Lu, qoya. Jisya.
Muammo hal bo'ldi. Vanyuan, yetar endi. Buni kichik janob Lu hal qilgani aniq-ku. Sen nimaga kerilyapsan? U hal qildimi? Balki Lu Hayfanga qo'ng'iroq qilarmiz. Kim hal qilganini bilish uchun. Nima dedingiz? Haddingdan oshma. Akamning ismini tilga olyapsanmi? Katta xo'jayin Luga telefon qilish shart emas. Katta xo'jayin Lu hozir o'zi keladi. Ko'ramiz o'shanda qanday sayrar ekansan. Nima deding? Akam kelyaptimi? Ha? Aftidan akamni bugun kayfiyati cho'q ko'rinadi. Shu yerdaligimni bilib aka-ukalik rishtalarimni mustahkamlamoqchi shekilli. Ha, bugun rostdan ham ajoyib kun ekan. Qani, hamma ko'proq ichsin. Katta xo'jayin Lu bilan birga ichish nasib qiladi deb o'ylamagandim. Ha, aytganchi. Akam har holda yuqori martabali inson. Har qanday duch kelgan it mushuk u bilan bir stolda o'tira olmaydi. Ayrim darajasi past mayda chuydalar o'z ixtiyori bilan chiqib ketsa yaxshi bo'lardi. To'g'ri. Janob Lu to'g'ri aytyapti. Yaxshi. Men ketishim mumkin, ammo keyin qaytishimni yalinib so'raysizlar. Vanyuan, seni tashlab ketganimdan keyin aqldan ozdingmi deyman. Har kun o'zingni qandaydir katta odam deb xayol qilasan. Vanyuan, men ham sen bilan ketaman. Keragi yo'q. Baribir men tezda qaytib kelaman. Bu bola o'zini kim deb o'ylayapti? Aniq omadsiz-ku, yana qaytib kelib hammani lol qoldiraman deb o'ylayaptimi? O'sha latta haqida gapirmaylik. Bugun maza qilamiz. Qani? Ichamiz. Janob Lu. Tez kelding. Janob Lu. Janob Lu, men hurmat yuzasidan birinchi ichaman. Nima gap? Bu ukangni qutqarmoqchimisan? Yo'q, janob Lu. Bu mening samolyot chiptam. Afrikaga chipta. Bugun kechqurun uchib ketaman. Nima? Janob Lu, sizga yolvoraman. Umrimning qolgan qismini Afrikada tinch o'tkazishimga ijozat bering. O'tinib so'rayman. Yo'q, shoshma. O'zi nimalar bo'lyapti? Ya'ni mening opam Lu oilasini xonavayron qildimi? Qo'ng'iroq qilaman. Alo opa, men faqat Lu'yeni jazolamoqchi edim. Bu ishning Lu oilasiga aloqasi yo'q. Juda ko'ngilchansan. Oilaviy biznesni qanday boshqarasan? Opa, bu hududdagi ishlarni meni boshqaruvimga beraman degandingiz. Shuning uchun bu haqda tashvishlanmang, xo'pmi? Lu Hayfenni o'zim himoya qilaman. Kichik janob Van. Hoy bola, shaxtingga gap yo'q. Mayli, aytganingdek bo'lsin.